Men sizlarni yetim qoldirmayman, yana oldingizga qaytib kelaman. U yana bu yerga kelishga va'da berdi. Bir 1918 yilning sovuq qishida u va'da qilinganidek bu yerga ikkinchi marta keldi. Jimgina u tugildi. U birinchi kelishidan yashirinroq, hech kim kutmagan tarzda keldi. U 1948 yilda 30 yoshida suvga cho'milib, ilgari o'rgatgan narsalarni yana o'rgatishni boshladi. Mening tanamni yegan va qonimni ichgan odam esa abadiy hayotga egadir. Bu non mening tanamni bildiradi. Tanam sizlar uchun fido bo'ladi. Bu kosa Xudoning yangi ahdini bildiradi. Bu ahd sizlar uchun to'kiladigan qonim evaziga kuchga kiradi. U qo'llari va yelkalarida og'riqli izlar qoldirgan juda qiyin ish. Tosh ustasi bo'lib ishlagan. U birinchi marta kelganidan ham ko'proq tahqirlandi. Odamlar u Xudo emas deyshadi. Ko'pchilik osmonga qarab, hali ham uning ikkinchi kelishini kutmoqda. Biroq u Xudoning siri bo'lgani uchun uni insoniy donolik bilan hech kim taniy olmaydi. Muqaddas kitobga nazar tashlasangiz, uning kimligini bilib olishingiz mumkin. U yangi ahd fisixini olib keldi. Bu tog'da sarvari olam jamiki xalqlar uchun ajoyib ziyofat tayyorlar. Ha, u o'limni butunlay yutib yuboradi. O'sha kuni ular shunday deydilar: "Mana bizning Xudoyimiz qutqarsin deb uni kutgandik, u bizga najot berdi."